to'xtali. Endi biz sizlar bilan supply demand zonalar shakllanishi va qaysi holatda ishlashini bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, mana bu bizning oddiy USD holati. Parani oldim, men chizib ko'rsataman. Endi sekin videolar bilan rivojlantirib boramiz. Xo'p, biz ham bu yerda range qilib olishimiz mumkin. Polniy svechalarni 2-3 tasini yoki masalan bitta dona svechani o'ziga bundoq qaytarib qo'ysak bo'ladi. Hozir bu chizilayotgan bloklar, ya'ni bu supply demand zonalarning hammasi nimaga? Bularning hammasi to'shda sizlarga ko'rsatib berishga, o'zi qanchalik ishlaydi, nimaga asoslanib ishlaydi, hammasi o'sha keyinchalik qaysi biri ishlaydigan blok, qaysi biri ishlamaydigan blok, har bittasini chizib chiqamiz. Bu demand zonalar narx ko'tarishga harakat qiladi. O'sha mana bu yerda mana supply zonamiz bor. Bu narxni tushirishga harakat qiladi. Ya'ni shuni bittalab ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu tarafdan boshlaydigan bo'lsak, narx tushib kelyapti, orqaga qaytib, yana tushyapti. Ya'ni o'rta to'xtashi bo'lgan kichkinagina mana pivot zonani olishimiz mumkin. Pivot zona olyapti. Keyingisi yana teskari rangli svecha, mana bu supply zonamiz polniy olishimiz mumkin yoki uni refine qilib, mana bu inside bar svechaga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Mana buni oldik. Xo'p, undan keyingisini yana o'tkazishimiz mumkin. Mana bitta dona svecha yoki ikkitadan 3 tani olib, range qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda adashmasam bunga ham kelolmagan ekan. Xo'p, endi bayi chiqadigan demand zonalarga qaraydigan bo'lsak, demand zona mana bu yerda 2-3 ta svechani olishimiz mumkin demand zona qilib yoki masalan bitta dona pivot svecha, pivot zona qilib shuni o'ziga ham olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bozor kelib, buni ozgina mana bu yerda hisobini urgan ekan, shuni o'zida ham lekin reaksiya bergan. Tak, keyingisini qaraydigan bo'lsak, yana bizga chizamiz, dalish yo'l davom ettiramiz. Mana bu yerda katta dona svechani bu bizani demand zonamiz bo'la oladi. Lekin qaraydigan bo'lsak, bozor chiqib ko'tarilgan va men bu eng yaqiniga olib kelib qo'ysak bo'ladi. Eng yaqinida mana bozor buzib o'tgan, mana range, initiation, qaytib kelib mana mitigation bo'lib, yana yo'lda davom etib ketyapti. Xo'p, xohlaganlar mana bu yerda buy to sell, sell to buy fitillari ham bor. Mana bu yerdan kelib qaytadi. Bularni sekin to'xtalamiz. Ya'ni bu video bilan umumiy hozir ko'rib chiqamiz hammasini. Ya'ni narx nimaga asoslanib shakllanadi? O'sha bozor mana sizga tushishni boshlayapti deylik. Hozir struktura qayerda nazorat qilyapti, unga e'tibor bermaymiz. Xo'p, bu yoqda mana bunaqasi range olishimiz mumkin. Range, initiation, mitigation, continuation. Shu tarzda davom etadi. Xo'p, bu yoqda ham xuddi shunaqasi range yoki masalan bitta dona pivotga olishimiz mumkin. Ko'ramiz, pivotga olsak, zelkadan qolib ketyapmiz. Bizga ta'sir qilmayapti. Range yoki bundoq oladigan bo'lsak, bitta 2-3 ta svechani biz savdoda qatnashamiz. Xo'p, keyingi supply zonani qaraydigan bo'lsak, mana yana bitta supply zona. O'zi bu yoqda mana svecha birinchi buzib o'tib, ya'ni range, kichkina time frame da bu hozir range bo'ladi. Range, initiation, mitigation yo'lda davom etib ketyapti. Xo'p, keyingi yana teskari ham bu mana inside bar svecha ham order supply zonamiz bo'ladi. Bozor keldi, orqaga qaytdi, reaksiya olib yana buzib o'tdi. Bu yoqda endi likvidnesslarni yechib qo'ygan. Har bittasiga e'tibor beramiz, sekin yo'lda davom ettirib boramiz. Xo'p, keyin demand zonalarga qaraydigan bo'lsak, mana yana bitta demand zonamiz bor, mana bu yerda kattagina demand zonamiz bizani. Bu yoqda ham mana bozor bir marta yig'ildi. Agar yoki bo'lsa bunda olishimiz ham mumkin bir nechta svechani. Bu yoqda umumiy qoida nima bo'lyapti? Range, initiation, mitigation, continuation davom etib ketyapti. Xo'p, keyingisiga o'tkazadigan bo'lsak, bu yoqda ham mana xuddi shunaqa holat. Bitta dona svecha pivotni o'ziga oladigan bo'lsak, bozor buzib ketyapti. Bir nechta svecha qilib oladigan bo'lsak, bu yoqda ideal emas, u ozgina likvidnessni yechib ketyapti. Bu holatda biz hali savdoga kirish modellarida qanaqasi o'zi risk menejment qilish kerak, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, keyingi supply zonamiz mana bu yoqda 2-3 ta svecha yoki bitta dona pivotga oladigan bo'lsak, biz stelkadan qolib ketamiz. Mana bu yoqda ozgina ishlab, bari buzib ketgan, asosiysi bu yoqda harakatlangan. Agar bu yoqda 2-3 ta svecha qilib range olganimizda mana savdoda qatnashgan bo'lardik. Xo'p, keyin bozor nima qilyapti? Yana buyga qarab harakatlanadi. Demak, buy bo'lgandan keyin asosiy e'tiborni demand zonalarga qarab turish kerak. Trendga to'g'ri. Mana bu demand zonadan bu yoqdan reaksiya olgan. Bu yoqda mana bitta dona pivot yoki bo'lmasam fraktal qilib soyasi uzunligi uchun soyasiga qo'yishimiz mumkin bo'lgan. Soyasiga qo'yishimiz mumkin. Ikkita dona svecha yoki bittaga o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi narxni yana dalcha davom etkazadigan bo'lsak, keyingi mana yana demand zonamiz. Mana bu teskari rangli svecha yoki eng oxirgi svecha. Ya'ni bu yoqda nima harakat bo'lyapti? 2-3 ta svecha range, initiation, mitigation, continuation bo'lib harakatlanyapti bozor.
Xo'p, keyingisiga o'tkazadigan bo'lsak, keyingi demand zona, ya'ni ikkita dona switchani olishimiz mumkin yoki bitta dona qilib nima qilishimiz mumkin? Pivot switch qilib olishimiz mumkin. Mana bu yerda ham narx harakatlanib, keyin buzib o'tgan ekan. Xo'p, yana bozor ko'tarilib ketayotgan yo'llar o'zida mana o'sha dona bitta dona pivotlarni o'ziga, bitta dona bloklarni o'ziga bozor reaksiyasini olyapti. Ya'ni hamma harakat просто tak bo'lmayotganini o'zi sekin-sekin ko'ra boramiz. Endi bu yo'lda o'zi qaysidir ekstremalniga chiqa olib chiqolgani uchun ham bu qanaqa reaksiyasiz buzyapti. Bu tomonga oladigan bo'lsak, bu yoqdagi mana bu polностью mana bitta dona teskarangli pivot zonada reaksiya olayotgan ekan. Shu sababli bo'lyapti yoki katta time frame da buni javobini bilishimiz ham mumkin. Xo'p, bozor selga qarab ketyapti. Endi supply zonalarga e'tibor qaratamiz. Mana supply zona teskarangli bitta dona switch ekstremda yoki bunday olishimiz mumkin bo'ladi. Ozgina bozor sweep qilib keyin yurib bergan. Mana bu yoqdagi mana bu soyalarni qaraydigan bo'lsak, soyalar ham uzun. Mana fraktal deb olishimiz mumkin. Fraktaldan bozor reaksiyasini olyapti. Xo'p, yana dalash davom etadigan bo'lsak, bu yoqda mana bunday olsak bo'ladi. O'zi mana bunga ishlagan, tepadagi mana fraktal ishlamagan, bozor bitta kelib tushib, imенно shuni ushab keyin dalash ketyapti. Orada ham mana bu yerda misol uchun fraktal qilib uzr adashdim, pivot qilib savdoyimizni, ya'ni supplyerlarni olishimiz mumkin bo'lgan. Keyin yana bitta uzun soyasi bilan shakllangan, bu ham fraktal bozor kelib, pastga ekstremga chiqqan ozgina reaksiya olib, baribir buzib ketdi. Bu bizga ne aktual bo'lyapti. Xo'p, yana yo'lda davom etamiz. Yana ikkita dona switch range qilib olamiz. Bozor bu yoqda nima qilyapti? Range, initiation, mitigation, continuation emas, shunda buzib ketdi. Chunki biz ham bittagi demand zonadan reaksiya olamiz. Undan tashqari strukturani ham qaraydigan bo'lsak, xuddi shu tarzda shakllanib kelayotgani uchun. Xo'p, endi biz demand zonalarga e'tibor qaratamiz. Chunki bozor endi aytaylik ham bitta trend razvorot qildi. Trend razvorot qilgani uchun ham bu bizani pivot zonamiz, bitta dona switch. Xo'p, narxini ko'taramiz. Ikkinchi mana bu yoqqa yetib kelyapti bozor. Mana bizning ikkinchi switchamiz, ikkinchi deb adashdim, yana uzr. Yana bitta pivot zona, bitta dona switchani o'zi bu yerda range, initiation, mitigation, yana yo'lda continuation davom etyapti. Xo'p, keyin yana bitta bir nechta switchani range qilib olishimiz mumkin yoki bo'lmasa refined qilib bitta dona switchani o'zini bunday olishimiz mumkin. Pivot qilib даже mana bunga ham o'tkazsak bo'ladi. Endi ko'p refined qilish shart emas, chunki bu real vaqtda ozgina xavfli bo'ladi. Xavfli emas, muhimi hali sekin yetib boramiz. Xo'p, keyingisi yana bitta dona pivot, bu demand zona bo'lishi kerak. Ya'ni men rangini farqlaganman. Qizil bu supply, havorang bu demand. Mana yana bitta dona pivot switchani o'ziga blok tortyapmiz. Bu keyinchalik nimadir bo'lgan ekan. Xo'p, keyin bu yoqdan yana bitta pivot switch, ya'ni narx ketyapti. Ozgina to'xtalish bo'lib, yana bu yoqda ob'yomlar kirib, yana ko'tarilib, bozor buzib ketyapti. Bu ham demand zona aslida. Bu ham demand zona. Ya'ni talab zonasi. Bu talab ko'payapti. Range, initiation, mitigation, continuation bo'lish arafasida. Bu yoqda agar hamda soyasi bilan olganimizda kirar ekan, xo'p, hammasiga e'tibor berib chizamiz. Bu yoqda ham mana range qilib olishimiz mumkin, mana bunaqasi yoki bo'lmasam bitta dona mana bu soyasini o'ziga tushirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bozor kelgan demand zonaga ko'tarilib keyin ketdi. Aytaylik, o'sha bu yoqda razvorot qilishni boshladi, supply zonalarni chizishni boshlaymiz. Mana bitta ekstremalniy supply zona, bozor mana keldi, reaksiya olib ketyapti. Yo'lda yana polniy bunda range olishimiz mumkin yoki order flow ham bo'ladi yoki bundoq qaytarib reaksiya olib keyin buzib ketyapti. Xo'p, xuddi shu yo'nalishda mana bitta dona switchani olishimiz mumkin yoki bir nechta switchani bunda olishimiz mumkin bo'ladi. Bozor mana reaksiyasini olib keyin buzyapti. Endi men bu ham почти teoriyaga o'xshagan narsa, umumiy ko'rsatib o'taman. Bozor nima sababdan shakllanadi? Hali bizani kuchli va kuchsiz talab va taklif zonalarimiz bor. Ko'rib turganimizdek, bozor endi mana harakati mana shu bloklardan shakllanadi. Nimaga bozor bir tomonga uchib ketmayapti? Nimaga bozor bir tomonga tushib ketmayapti? Hammasi mana bu narx mexanikasi, bozor mexanikasi, bozor mexanizmiga asoslanib, talab va taklif zonasida mana bu reaksiyalar shakllanib boradi. Mana bozor shakllanib ketyapti, mana bu yerda hali ishlamagan bloklar bor. Demak, kelgusida bozor kelib bu bloklardan reaksiya oladi. Ya'ni ishlamagan bloklar keyinchalik narx reaksiyasiga ta'sir qiladi deb olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga topshiriq, grafiklarni ochinglar. Bundan oldingi teoriyaga oid o'zingizlar bilganingizcha mana har bitta bloklarni chizib chiqinglar. Har bitta ko'zingizga qaysi blok, qaysi supply demand, pivotmi, rangemi, fraktalmi, har bittasini chizib chiqinglar. Va o'sha keyin misol uchun qaraysizlar.
Demak, men bu nima sababdan ishlamagan. Buni ham qaranglar, mana men bu bloklar continuation, ya'ni yo'lda davom ettiryapti. Mana bu ekstremalniy blok, bu razворот o'z bozoridan bitta selga tushib kelib, uni razворот qilyapti. Ya'ni qaysi bir razворот qildiryapti, qaysi biri davom ettiryapti. Shularga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni e'tibor beringlar. Va undan tashqari yana qo'shimcha confluence qilib YouTube'dagi order block haqidagi videolarni ko'ringlar. Bu ham foyda beradi. Uning ichida ham ko'p ma'lumot bor va bu alohida supply demandni darsliklarini yana yopiq Telegram kanalida chiqarib boramiz.